Assalamu alaykum, hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dünya Uyghur qurultayı tərəfindən təsdiqlanğan to'g'ri televiziyəsinin күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 21 dekabr bayonot e'lon qilib, kishilik huquq tafsandachiligiga qatnashgan Xitoy amaldorlariga viza berilmaydiganligini jakarlash bilan birlikda ilhom to'xtiga o'xshash vijdon mahbuslarini qo'yib berishni ta'kidlashi muhojiratdagi Uyg'urlarni, shundaqli ilhom to'xtining Amerikada yashab turayotgan qizi Javhar Ilhomni alohida mamnun qildi. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Mike Pompeo apandining Amerika tashqi ishlar ministri bo'lib vazifa o'tagandan buyon Uyg'urlar masalasiga alohida ko'ngil bo'lib kelayotganligini, hozirga qadar nutq va bayonotlarda Uyg'urlarni 30 qitimga yaqin bevosita tilga ilib, Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonunining chiqishiga, Sharq Turkistonda jinoiy javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlarining jazolanishi va Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishidan kelgan Xitoy mahsulotlarining cheklanishi, shundaqli Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish va nazorat qilish siyosatiga sherik bo'lgan Xitoy shirkatlariga embargo qo'yish haqida maxsus qarorlarning qabul qilinishiga bevosita turtki bo'lganligini, bu sababdan Sharq Turkiston xalqining Mike Pompeo apandimga cheksiz minnatdorlik bildiradiganligini ifoda qildi. 2014 yılı Xitoy doiralari tarafidan quruq tuhmat va bo'htonlar bilan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Uyg'ur xalqining qaysar o'g'loni Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhom xonimi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida Mike Pompeoning bayonotida dadisi Ilhom To'xtiga o'xshash vijdon mahbuslarining ismini alohida tilga ilib, Xitoy hukumatidan ularni darhol qo'yib berishni talab qilganligidan suyunganligini bildirdi. U so'zda Amerika hukumatining Uyg'urlarni unutib qolmaganligiga tashakkur bildirdiganligini aytdi. Javhar Ilhom yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishining yaqinqi 3 yildan buyon bag'ancha eg'irlashganligini bayon qilib o'tdi. Javhar so'zida o'zi va oilasining 2017-yildan keyingi 3 yildan buyon dadisi Ilhom To'xtining ahvolidan hech qanday uchur olinmaganligini bildirdi. U o'ziga o'xshash ota-onalari turmalarga qamalgan Uyg'ur bolalarining, urug' tuqqanlari lagerlarga qamalgan sonsizlagan Uyg'urlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini to'xtatishini talab qilayotganligini ta'kidladi. Javhar Ilhom so'zida yana Xitoy hukumatidan dadisiga o'xshash barliq vijdon mahbuslarini qo'yib berishini talab qiladiganligini bildirdi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 22 dekabr kuni Xalqaro Olimpik komiteti raisi Tomas Bakka o'ch xat yozib, Xitoy hukumatining atalmish Xinjiangdan Hong Konggacha bo'lgan bostirishlari uning 2022-yillik qishliq olimpik tanharakat musobaqasini o'tkazish salohiyatiga savol paydo qiladi dedi. Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasi 2022-yili 4-fevral boshlanadigan bo'lib, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti olimpik komitetiga yozgan xatida Xitoyda yuz berayotgan kishilik huquq tafsandachiliklari ustida tafsiliy to'xtalgan. Ular mundaq degan: 2008-yillik olimpik musobaqasidan buyon kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy hukumatining tinish faoliyatchilarga, advokatlarga va kishilik huquq qo'g'dovchilarga zarba berganligini, atalmish Xinjiangdagi 1 million turkiy musulmonni keng ko'lamda tutqun qilganligi va boshqacha fikr mavjud bo'lmaydigan jamiyat qurishni ko'zda tutib, chekidan oshgan qattiq nazorat sistemasini o'rnatganligini ko'rdik. Hukumat doiralari Hong Kongdagi erkinlikni zo'r darajada cheklab, xalqaro kishilik huquq o'lchamlari va organlariga buzg'unchilik qilishga urindi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi buningdan mustasno emas. Xitoy hukumati fuqarolarning harakatlarini jimiqtirdi. Faoliyatchilarni majburiy g'oyib qildi, turmaga tashladi yoki surgun qildi. Bizga ayon bo'lganidek, Xalqaro Olimpik komiteti bularni e'tirof qilmadi. Yuz berayotganlarning 2022-yillik tanharakat musobaqasiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini o'ylashmadi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti chaqirqida Olimpik komitetini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasida kishilik huquqni qanday kapolatga ega qilmoqchi bo'layotganligi, kishilik huquq xirislarini bartaraf qilishdagi qonuniy majburiyatlarni qanday ijro qilmoqchi bo'layotganligiga izohat berishni talab qilgan va buni 2021-yili 2-oygacha, ya'ni Beijing Olimpikidan 1 yil burun qilib bo'lishini bildirgan. Dünya Uyghur qurultiyyi Olimpik komitetini Xitoydagi olimpik musobaqasini bekor qilishga chaqirib kelayotgan asosliq organlarning biri bo'lib, Dünya Uyghur qurultiyyi raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda qilgan so'zida, hozirgacha olimpik komitetining Dünya Uyghur qurultiyyi va boshqa organlar tarafidan qilinayotgan yuqoridagi chaqiriqlarga quloq yopirib kelayotganligini aybladi. Türkiyədəki lager qurbonlari yaqinlari bu yil 14-avgustdan boshlab Xitoyning Istanbul konsulxonasidan lager yoki turmalarga so'langan va g'oyib qilib etilgan oila a'zolari haqida izohat berishni va munosabatli xodimlar bilan ko'rishni talab qilib kelmoqda. 22 dekabr kuni lager qurbonlari yaqinlari yana bu maqsadda takror Xitoy konsulxonasining oldida faoliyat o'tkazdi. Lager qurbonlari yaqinlari qayta Xitoy konsulxonasiga munosabatlik iltimoslarni topshirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq konsulxona ta hozirgacha lager qurbonlarining munosabatlik iltimoslarini topshirib olishni va munosabatli xodimlar bilan ko'rishish talabini rad qilib kelmoqda.
Bir qancha kundan buyon Xitoy konsulxonasi oldiga yig'ilgan lager qurbonlari yaqinlari va axborot vositalarining tirkishi natijasida Xitoy konsulxonasi rasmiy bo'lmagan uslubda faoliyatchilarga xat bergan. İstanbul'daki Xitoy konsulxonasi lager qurbonlari yaqinlariga taqib bergan xatda faoliyatchilarni konsulxona tarafidan belgilab bergan atalmış jinoiy qilmishlarni o'z ustiga elib, ijtimoiy taratqularda jinoyatini qabul qilishga majburlagan. Xatda yana lager qurbonlari yaqinlarining jinoiy qilmishini e'tirof qilib, ijtimoiy taratqularda gunohini to'nigandala elchixona xodimlarining ular bilan oilalari haqida ko'rishadiganligi aytilgan. Xatda faoliyatchilardan bölgünçilərinin bayraqı bilan Sharq Turkiston atalg'usini ishlatishni to'xtatishni va bölgünçi shaxslar bilan aloqani butunlay kesganligiga oid ijtimoiy taratqularda ochiq-oshkora bayonot e'lon qilishni talab qilgan bo'lib, shartlari o'rindalgandan keyin Xitoy doiralarining ko'rishishga qo'shiladiganligi yozilgan. Tarqitib berilgan xatda mazkur izohatning konsulxonaga oid ekanligiga doir hech qanday konkret uchur tilga ilinmagan bo'lib, xatga konsulxonaga oid hech qanday tamg'a va imzo qo'yilmagan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy diplomatlari cho'ngib ketish mumkinchiligi bo'lgan har qanday javobgarlikdan qochish uchun rasmiy usulda izohat berishdan uzoq turmoqchi va bu orqali kelib chiqqan foydasiz oqibatga xatdan tinivilish uchun o'ziga mumkinchilik qoldirib qo'ymoqchi ekan. Turkiyadagi doktor Burhan Ulug'yul apandimi mazkur norozilik faoliyatiga qatnashuvchilarning biri bo'lib, u Xitoy konsulxonasining lager qurbonlari yaqinlariga bergan xatiga qarata mundoq dedi. Bular vatan da'vosi qilayotgan Uyg'urlarni tinchlantirish va ovozini besiqtirish uchun mushundaq usullar bilan, ya'ni ovozinglarni yig'sanglar, Sharq Turkiston demasanglar, bayrog'inglarni ishlatmasanglar, Xitoyga qarshi so'z qilmasanglar, sizlar bilan ko'rishiman deyotadi. Bularning maqsadi vatanimizning ovozi bo'layotgan qarindoshlarning ovozini yo'qotish. Bu ishni bizni aldash orqali bizni besiqtirmoqchi va vatanning ovozini yo'q qilmoqchi deb tushundik. Avstraliyadagi Uyg'urlar navbatda Avstraliya parlamentida muzokara qilinayotgan Uyg'urlarning majburiy amgaki orqali ishlangan mahsulotlarning Avstraliyaga import qilinishini man'iy qilish haqidagi qonun loyihasining tezroq ma'qullikdan o'tib, rasmiy qonunga aylanishini taqozolik bilan kutmoqda. Avstraliya parlamentining a'zosi Rex Patrick yaqinda Uyg'urlarning majburiy amgaki orqali ishlangan mahsulotlarning Avstraliyaga import qilinishini man'iy qilish haqidagi qonun loyihasini tanishtirgan bo'lib, bu Avstraliya tarixida maxsus Uyg'urlar masalasi haqida muzokaraga qo'yilgan tunji qonun loyihasi bo'lib hisoblanadi. Shundan buyon Avstraliyada faoliyat olib berayotgan butun Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur aktivistlari mazkur qonun loyihasining parlamentda ma'qullanishini qo'lga keltirish uchun tashviqot va imzo to'plash harakatini davomlashtirib kelmoqda. Bu masala 19 dekabr kuni chaqirilgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining 2020-yillik xulosa yig'inida maxsus muzokaraga qo'yilgan bo'lib, munbir tarkibidagi 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotimi Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlarining bu jihatda elib berayotgan tashviqot xizmatlariga aktiv moslashib, Uyg'urlarning majburiy amgaki orqali ishlangan mahsulotlarning Avstraliyaga import qilinishini man'iy qilish haqidagi qonun loyihasining parlamentdan tezroq ma'qullikdan o'tib, rasmiy qonunga aylanishini qo'lga keltirish uchun o'rtaq harakat elib boradiganligi haqida qaror olgan edi. Sharq Turkiston xalqi qarta rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi tufaylidan dunyo jamoatchiligining qattiq noroziligi va kuchli savol so'roqlarga duch kelayotgan mustabid Xitoy hokimiyati Sharq Turkistondagi bir qism qo'rchoq amaldorlarni va Uyg'ur ishchilarni majburiy sahnaga chiqarib o'zini oqlashning ko'yiga tushdi. Xitoy xabarlari to'rining xabarida aytilishicha, Xitoy hokimiyati 21 dekabr kuni Beyjingda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, yig'inda Sharq Turkistondan elib kelingan har darajali qo'rchoq amaldorlarni va bir qism Uyg'ur ishchilarni, chet el muxbirlarining Uyg'urlar haqidagi turli savollarga javob bergizgan. Bu amaldorlar muxbirlarning atalmış Şinjangda kishilar masjidga borsa jazolanamdi. Uyghur ishchilarning maoshi Xitoy ishchilarining maoshidan tuvanmi degandek savollarga javob berib, o'zlarining tashqi dunyodagi dushman kuchlarning fitna ig'volarini inkor qiladiganligini bildirgan. Shundaqli tarbiyalash markazining asabiylik ideyalaridan xalos bo'lishdagi aktiv rolini, o'zlarining qayta tarbiyalashdan keyin baxtiyor turmushga erishganligini so'zlagan. Yig'inda so'z qilgan atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik partikum tashviqot bo'limining muavin mudiri Shuguyshang, g'arbdagi dushmanlar majburiy amgak degandek ahmas gaplarni to'qib chiqib, Şinjangni qaloq holatiga qaytarmoqchi bo'lyotdi deb bildirlagan. Bir qism analizchilar bu vaqtda to'xtalib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarga baxtiyor turmush yaratayotgan bo'lsa, nima uchun chet el muxbirlarini bu atalmış baxtiyor hayotni xabar qilishdan to'sadi? Xitoy hukumatining oldin tayyorlangan bir turkum kishilarga yuqorqidagi madihiya so'zlarini yodlatqizishi, ko'p kunduzda boshqalarni yolg'on so'zlashga majburlashdan boshqa narsa emas deb ko'rsatdi. Janubiy Xitoy Səhər gazetining 22 dekabrdagi xabarida aytilishicha, Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi majburiy amgakni hamda xalqaro amgak tashkilotining majburiy amgak haqidagi belgilamasini inkor qilib kelayotganligi uchun Yevropa davlatlari navbatda Xitoy bilan bo'ladigan iqtisodiy munosabatda bakli tanqislikda qolmoqda ekan.
Bobmi o'tgan hafta Yevropa parlamenti Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi majburiy emgak qilmishini ayiblash haqida qaror olgandan keyin bu xohish texmi kuchaygan. Yevropa davlatlarining Xitoy bilan bo'ladigan o'zaro mablag' silish turlarimi bu tufaylidan kaskin tanqidlarga duch kelgan. Xitoy bilan bo'ladigan savdo aloqasini kuchaytirish haqida eng aktiv bo'layotgan Germaniya bosh ministri va Yevropa birligining navbatdagi raisi Angela Merkel yaqinda Germaniya parlamentida Germaniya Yeshillar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Margarete xonimning siz mushundaq reallikni ko'rib turib yana Xitoy bilan savdo qilishni tashabbus qilmoqchimi deb savol qo'yishiga duch kelgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoyga o'xshash kommunizm tuzumidagi Vyetnam xeyli burundan tortib xalqaro emgak tashkilotining munosabatlik belgilamalarini to'liq ijro qilayotgan bo'lib, majburiy emgak va bolalar emgakiga xotimi bergan. Navbatda Yevropa davlatlari Xitoyning mushundaq bir holga yetishini jiddiy talab qilmoqda ekan. Yevropa parlamenti 17 dekabr tushdan burun Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga qarshi jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish haqida 23 moddalik maxsus qaror qabul qilgan va mazkur qaror loyihasini ovozga qo'yishdan burun Yevropa parlamentining 20 nafardan ortiq a'zosi maxsus so'z elib, kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan bostirish siyosatlarini qattiq ayiblash bilan birga Yevropa parlamentining bu qarorini qo'llab-quvvatlaydiganliklarini bildirishgan edi. Bularning ichida Fransiya Yeshillar partiyasining raisi va Yevropa parlamentining a'zosi Yannik Jadud apandimning qilgan tuvandagi kaskin so'zlari g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. Biz Xitoyda Uyg'urlar va osonliqlarga qarshi ilib berilayotgan vahshiy zulmlardan xabardormiz. Insoniyatga qarshi jinoyatlar, madaniyat qirg'inchiligi, jazo lagerlari, majburiy tug'ut cheklash, majburiy emgak, uningga chetishlik paxta qatorliq nurg'un iqtisodiy sohalar. Shundaqkan, xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz qilishga qo'shilaman. Bu jinoyatlarda qo'li bor Xitoy rahbarlariga qarshi jazolarga qo'shilaman. Atalmish Xinjiangdan keladigan barliq shirkat va mahsulotlarga embargo yurgizishga albatta qo'shilaman. Ammo Brussel Yevropa parlamentidan bir qancha 100 metr nerida, shu topning o'zida Xitoy bilan mablag' silish kelishimi ustida savdolash bo'layotdi. Xuddi barliq bu ichinishli realliklar, xuddi Yevropa ittifoqining barliq qimmat qarashlari savdoga kelganda iqtisodimizga selinadigan Xitoy mablag'i oldida xuddi dal Xitoyga selinadigan Yevropa mablag'iga o'xshashlik qilchilik qimmati qolmaydigandek. Shundaqkan, Yevropa qimmat qarashlari nomida, irqiy qirg'inchiliklarga qarshi kurash nomida, demokratiya qimmat qarashlari nomida, aqalli erkinliklar nomida men Yevropa rahbarlariga shuni chaqiriq qilaman. Fransiya uchun Emmanuel Macronga chaqiriq qilaman. Xitoy bilan butun savdolashni to'xtatib turinglar. Uyg'urlar va boshqa osonliqlar bo'zaq qilinayotgan, besilayotgan, qiyin qistoqqa ilinayotgan atalmish Xinjiang va boshqa rayonlarda ta shu vahshiy zulmlar, toki bu bostirish to'xtamag'icha, lagerlar taqalmag'icha savdolashni to'xtatishga chaqiraman. Shundaqkan Emmanuel Macron, shuningdek barliq Yevropa rahbarlari, qirg'inchilikni to'xtatinglar. Xitoy bilan bo'lgan savdolashni to'xtatinglar. Toki eng aqalli erkinliklar kapolatga ega qilinguncha. Hammanglarga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyghur qurultayyi tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqrammasida diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq proqramını görüşəylik. Görüşkice aman boğaysılar. Xeyri xoş.